Ana endi bizda aralash kasrlar ustida amallar. Bizda aralash kasrlarni qo'shish, ayirish qanday amalga oshiriladi? Dastlab o'rganib olishimiz kerak. O'zi aralash kasr degan tushunchani aytib o'tib ketdim. Ya'ni qanday bo'ladi? Aralash kasrlar butun qiymatni to'g'ri kasrga qo'shgandagi qiymat aralash kasr bo'ladi. Demak, buni shunchaki 1/2/7 deb yozib qo'ysak, bu aralash kasr ko'rinishida yozilib turibdi ekan. Xo'sh, keyingisi ham yana butunga to'g'ri kasrni qo'shib qo'yapmiz. 3/5/8. Endi 47-misolga qaraydigan bo'lsak, 7 ga 2 ni qo'shamiz. Sababi bizda mana bu 7 plyusdan 2/5/6 degan tushuncha 2 plus 5/6 degani bilan bir xil. Faqat butun songa butun son qo'shib qo'ysa, 7 ga 2 ni qo'shsak 9/5/6 va butun son va to'g'ri kasrlar yig'indisi hosil bo'ldi. Endi shunaqa bir qoida kelib chiqadiki, bu misollar tartibi uchun ixtiyoriy ravishda a butun masalan qaranglar. Xo'sh, agar bizdagi a butun b taqsim s qo'shilgan qanaqadir d butun k taqsim y degan ikkita aralash kasrli yig'inli holat berilgan bo'lsa, bizda har doim butun qismga butun qismni qo'shib, ya'ni a ni d ga qo'shib, kasr qismni kasr qismga qo'shib, k taqsim y ga qo'shib, o'rtasida qo'shib qo'yar ekanmiz, xolos. Masalan, agar ayirish bo'lsa, ayirib ham qo'yamiz. Ayirish bo'lsa, masalan, a butun b taqsim s minusdan d butun k taqsim y holatda bo'lsa, a dan d ni ayiramiz, qo'shar ekanmiz. Bu qoidani yaxshilab o'rganib olinglar. B taqsim s dan ayiramiz k taqsim y ni. Mana shu holatda ikkalasini amalga oshirsak bo'lar ekan. Misol olamiz, masalan, 1/2/3 qo'shar ekanmiz, masalan, 3/4/3 ni. Endi bu yerda aralash kasr ko'rinishda mana bu xato ko'rinish, boya aytib o'tdim, xato bo'lib qoladi. 3/1/3 ni qo'shib ko'raylik. Endi 1 ga 3 ni qo'shib ko'ramiz va qo'shar ekanmiz 2/3 ga qo'shamiz 1/3 ni. 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, natijamiz 4 va qo'shar ekanmiz 2/3 ga 1/3 ni qo'shsak 3/3. 3 ni 3 ga bo'laveradigan bo'lsak 1, 1 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, natija 5 holatda bo'lar ekan. Ayirmasi ham xuddi shu tartibda bo'ladi. Endi misolga qaytamiz. Misolimiz xo'sh. Masalan, 32 ga qo'shar ekanmiz 7/1/18. Bularning barchasi shu tartibda amalga oshiriladi. Endi ikkitalik aralash kasr ko'raylik. Ikkitalik aralash kasrlar. Mana masalan 57-misolga qaraymiz. 57-misolda aytib o'tdik hozir, butundan butun ayiramiz dedik. Ya'ni 3 dan 1 ni ayirib tashlaymiz va 2/7 dan 1/7 ni ayirib tashlab, ikkalasini o'rtasiga plyus tushira qo'yamiz. Sababi aralash kasrlar o'rtasida plyus bo'ladi. Demak, 3 dan 1 ayirib tashsak 2, 2 dan 1 ayirib tashsak 1/7. 2/1/7 degan natija hosil bo'lgan. Yig'indi ko'rinishda qanday bo'ladi dedik? Masalan, 64-misolga qaraylik. 101 ga 45 ni qo'shaveramiz. 146. 15 ga 22 ni qo'shamiz. 15 ga qo'shamiz 22 ni va mahrajda 32 ni o'zi turibdi. Bu qo'shilgan holatda turibdi. 15 ga 22 ni qo'shsak 37. 146 plus 137 taqsim 32 holatda turibdi. Mana bu o'zi noto'g'ri kasr bo'lsa, buni aralash kasrga keltiraveramiz. 146 ga qo'shamiz 1/5 taqsim 32. Hisoblasak 147/5 taqsim 37. 32 degan natija hosil bo'lar ekan. Ana endi masalalarga qaraymiz. Xo'sh, bizda 65-masalada pishiriq tayyorlash uchun mana shuncha kilogramm un, mana shuncha kilogramm shakar va mana shuncha kilogramm suv kerak ekan. Pishiriqning umumiy og'irligini topish uchun biz shunchaki qo'shib qo'yar ekanmiz hammasini. Qo'shmoqchi bo'lsak 5/1/5 ga qo'shamiz 1/2/5 ni va qo'shamiz 2/1/5 ni. Butunlarni alohida qo'shib chiqamiz 5, 1, 2 yig'indisi 8. Suratlarni alohida qo'shib chiqamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak, 3 ga 1 ni qo'shsak 4/5. 8/4/5 kilogramm umumiy miqdorda og'irlikka ega bo'lar. Xo'sh, masalaga qaraymiz. Yana 68-masala. Olmaning og'irligi shuncha gramm bo'lsa, shaftolining og'irligidan shuncha gramm ko'p bo'lsa, demak shuncha gramm bo'lsa, demak shaftolining og'irligidan olmaning og'irligi qancha ko'p ekan? 120/8/17. Agar bizdan o'sha og'irlikni ayirib tashlaganimizda shaftolining og'irligi kelib chiqar ekan 14/11/17.
Hisoblasak 120 dan 14 ayirib tashlaymiz. 106 8 taqsim 17 dan 11 taqsim 17 ni ayirib bo'lmaydi. Endi nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar. 8 taqsim 17 dan ayiramiz 11 taqsim 17 ni. Bizda 8 dan 11 dan ayirib bo'lmaydigan holat kelib qoldi. Endi biz mana bu 106 dan bitta qarz olamiz. Buni nima deymiz? 105 butun 1 taqsim 1, ya'ni 1 ni maxrajdagi holatga keltira olamiz. 17 taqsim 17 deb. Demak, bunga qo'shar ekanmiz 8 taqsim 17 ni va ayirib tashlar ekanmiz 11 taqsim 17 ni. Xo'p, 17 ga 8 ni qo'shsak 25, endi 25 dan 11 dan ayirsak bo'ladi. Necha bo'ladi? 105 butun xo'sh 25 dan 11 ayirib tashsak 14 taqsim 17 degan holat hosil bo'lar ekan. Javobimiz mana shunga teng. Xo'sh, 69-misolga qaraymiz. 69-misolda quyida berilgan shaklning perimetrini toping. Endi bizda aytayaptiki, ixtiyoriy shaklning perimetrini topishda aynan shaklning tashqi tomonlari yig'indisi uning perimetri, ya'ni barcha tomonlar yig'indisi bo'lishi kerak. Tashqi tomonlar yig'indisi. Biz buni ko'rib chiqamiz. Tomonlarga qarasak 7,1 taqsim 11, 7,5 taqsim 11, 9,2 taqsim 11, 2,3 taqsim 11. Shunchaki qo'shib chiqamiz. 7, 7, 2, 9. 7 ga 7 ni qo'shsak 14, 14 ga qo'shamiz 11 ni. Demak 25 butun qism. Endi suratlar qo'shib chiqamiz, chunki maxrajlar bir xillikda, ya'ni o'sha mavzuyimiz ham xuddi shunday, maxrajlar bir xil bo'lgan kasrlarni qo'shish va ayirish. 1 ga 5 ni qo'shamiz 6, 6 ga 3 ni qo'shamiz 9, 9 ga 2 ni qo'shsak 11. 25 butun 11 taqsim 11. Buni o'rta oralig'ida plus bo'lsa 11 dan 11 ga bo'lsak 1, 25 ga 1 ni qo'shib qo'ysak 26 degan natija hosil bo'lar. 76-misolga qaraymiz. 70-misolga qaraymiz. 70-misolda maxraji 54 bo'lgan, 5 taqsim 9 dan katta va 1 dan kichik bo'lgan qisqarmas kasrlar sonni toping dedi. Buni qanday ishlaymiz? Xo'sh, qaranglar, boshqa doskaga o'tib olaylik. Masalan, xo'sh, qaranglar. E'tibor beramiz. Maxraj 54 ga teng bo'lsin. Maxraj 54 ga teng bo'lishligi uchun va 5 taqsim 9. 5 taqsim 9 soni va 1. Mana bu yerda 1 joylashgan bo'lsa. Maxrajni 54 ga keltirishimiz uchun bunga nima qilamiz? Bunga 6 ga ko'paytiramiz. Demak, 6 ni suratga ko'paytiramiz. 30 taqsim 54 hosil bo'lar ekan. Endi biz bir sonni ham biz keltirib olamiz 54 ga, ya'ni maxrajni 54 keltirib olsa 54 taqsim 54. Bizda bularni qisqarmas kasrlar 30 dan 54 gacha nechta deb savol beryapti o'rta oralig'ida. Demak, bundan katta va 1 dan kichik. Bizdagi qisqarmas kasrlar birinchilari 31 taqsim 54. Xo'sh, keyingisi 35 taqsim 54. 36 taqsim 54 bo'linib qoladi. 37 taqsim 54. 38 taqsim 54, 39 taqsim 54, 40 taqsim 54, 41 taqsim 54 bo'lib oladi. 42 taqsim 54. Keyingisi bu 42 taqsim 54imiz 2 ga bo'linib qoladi. 43 taqsim 54, 44 taqsim 54, 45 taqsim 54 3 ga bo'linib qoladi ikkalasi ham. Xo'sh. 46, 47, 47 taqsim 54, 48, 49, 49 taqsim 54, 50, 51, 52, 53 taqsim 54. Mana shu sonlarning barchasi bo'lar ekan. Demak, nechta deb so'ragan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. 8 ta deb olsak bo'ladi. Davom ettiramiz. Demak, bizda 72-masalaga qaraymiz. 72-masalada 500, avval 71 da ishlamasa 72 ga ozgina tushunmay qolamiz. Xo'sh, qaranglar. 71-masalada, xo'sh, 71-misolda mana shu songa deyapti, qanday eng kichik aralash sonni qo'shganimizda yig'inda 2 xonali son bo'ladi. Yig'inda 2 xonali son bo'lishligi uchun bizga mana bu x ni qo'shganimizda eng kichik deganligi uchun eng kichik 2 xonali sonni hosil qilamiz. Chunki eng yaqin bo'lgan 2 xonali sonimiz o'sha eng kichik sonni qo'shganimiz hosil bo'ladi. Demak, eng kichkina 2 xonali sonimiz 10 ga teng. X topishligimiz uchun biz 10 dan ayirib tashlashimiz kerak 53 taqsim 7 ni. Demak, biz 10 ni chala kasr deb olsak, ya'ni noto'g'ri kasr deb olsak, maxrajida 1 bor. 10 ni 1 ga bo'lsak 10 bo'ladi-ku. Endi maxrajini mana bundagi 7 ga keltirib olishimiz kerak. Buni maxrajini bu yoqdan 7 dan beramiz. 7 kara 10 ni ko'paytirsak 70, 70 dan 53 ni ayirib tashlaymiz va maxrajida 7.
70 dan 53 taraf qo'shadigan bo'lsak, 17 taqsim 7. Natijamiz 17 7 ga bo'larsak 2,3 taqsim 7. Qani mana shu songa bu sonni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 53 taqsim 7 ni qo'shadigan bo'lsak yoki 17 taqsim 7 ni qo'shadigan bo'lsak, natijamiz eng kichik o'sha ikki xonali son hisoblanadi. 53 ga 17 ni